Og'zini ochib uxlaydi, uxlolmaydi, g'ingshiydi. Aslida bitta sabab shunga burun bitishi, burnidan yaxshi nafas ola olmaslik bo'ladi. Avvallari chaqaloq bor uyda noxush bir oz noxush hid kelishi bu yomon holat emas edi. Hozir chaqaloq bor xonaga shunaqa kiring, kirgandan yo nimalarnidir priyatni hidlari keladi. Yo uni prisipkasini, yo onasini duxisini, yo nimalarnidir освежителlarni hidi keladi. Bularning hammasi burun shilla qavatini ta'sirlantiryapti. Men istardimki, bola bor xonada hech qanday hid bo'lishi kerak emas. Noxush ham, xushbo'y ham. Ya'ni bu освежитель, dezodorant, duxilarni ta'sirida bolani shilla qavati ta'sirlanadi, shishadi, bola burnidan nafas ola olmaydi, keyin bezovtalanadi. Keyin yig'laydi. Yig'lagandan keyin kislorodga talab yana oshadi. Bola yana yig'laydi. Aslida sabab o'sha onasini yo bitta duxisi edi, yoki uyda ishlatilayotgan priyatni hidli narsalar edi. Tavsiya qilardim har bitta chaqaloqqa o'sha gipoallergenli narsalardan foydalanishdi. Prisipkasi ham, влажный salfetkasi ham, tagliklarini ham imkon qadar hidi o'tkir bo'lmagan, kimyoviy narsalar kamroq ishlatilgan narsalardan foydalanishdi. Juda zo'r mavzuni aytib, juda zo'r savol berdingiz. Biz isiriqni umuman foydalanmang deyishga haqqimiz yo'q. Haqiqatda foydali o'simlik. Faqat to'g'ri ishlatilsa. Isiriqni qanaqa ishlatamiz? Birinchi, xo'p, shu xonadan hamma chiqib ketadi. Isiriq tutatiladi. Xona yopib qo'yiladi. 1 soat, 2 soat turadi. Keyin hamma joy ochib tashaladi. Hamma joy влажный уборка qilinadi. Hiddan umuman asar qolmagandan keyin bola olib kiriladi. Ana bu isiriqni to'g'ri ishlatish hisoblanadi. Bizda nima qilishadi? Bola shu yoqda yotadi, ustidan aylantiriladi. Bu xuddi shu holat bilan menda chekka tumanlarda shunaqa bemorlarimiz bo'lgan. Bugun lecheniyani yozib berganmiz, borgandan keyin bolamga ko'z tegdi deya, xuddi shunday isiriqni tutatishgan. Ertasi kuni hishillab kelgan bola. Ya'ni nafas yo'llariga bu tutun zarar ko'rsatgan natijasida. Isiriqni to'g'ri foydalanishlarini tavsiya qilardim. Bu haqiqatda bor narsa. Haqiqatda bor narsa, chunki bir xil muhit bolani zeriktiradi. Unga qayerlarnidir ko'rsatish kerak. U kishi ham shunaqa gap borki, bola hamma narsani tushunadi. Atrofda bo'layotgan hamma narsani ilg'ay oladi, faqat tushunayotganini kattalarga bildira olmaydi, tushuntirib bera olmaydi. Shunday ekan, bolani har xil muhitlarini o'zgartirib turish, bitta xonadan keyingi xonaga olib o'tish yoki bitta yotgan joydan keyingi joyga olib o'tish ham bolani tinchlantiradi. Bu haqiqatda kuzatilgan. Qorni to'q, tagi quruq, hammasi joyida, ichi dam emas, boshqa hech narsa yoki uzoqroq vaqt bir joyda qoldi, uyqudan uyg'ondi, shu paytdagi g'ingshib yig'lash, bunda chirillab yig'lash bo'lmaydi. G'ingshinib yig'lash bu zerikkanligning bitta belgisi bo'lishi mumkin. Shu o'rinda aytsam, yig'ini qanday eshitilayotganligiga qarab ham biz tashxis qo'yamiz. Qaysi payt chirillab yig'laydi bola, qaysi payt monoton yig'laydi, ya'ni bir xil zvukda pavtor yig'lashi ham bu bizga diagnoz qo'yadi. Yoki kunning qaysi yarmida, birinchi yarmida, ikkinchi yarmida, yarim tunda bu ham bizga diagnoz qo'yiladi. Faqat bular juda katta mavzu bo'lganligi uchun bu haqida keyinroq xudo xolasa aytib o'tamiz. Yig'lash turi har xil bo'ladi. Masalan, biz o'zi aslida haqiqiy yig'i bu 2 haftalikda boshlanadi. 2 haftalikgacha bola emib uxlab turishi mumkin. 2 haftalikdan juda ko'p yig'laydi 6 oylikgacha. 6 oylikdan keyin bola ma'lum xohishlarini bildira boshlaganidan keyin bolani yig'ilar soni nisbatan kamayadi. Umuman yig'ini qolishi bu уже katta maktab yoshigacha cho'zilishi mumkin. Ya'ni birdan-bir emotsiyasini, xohishini bildiradigan narsa bu yig'i hisoblanadi. Agar ota-ona orasida muloqot to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, ya'ni ota-ona bolani eshitishni, tushunishni biladigan bo'lsa, 3 yoshdan keyin bu maksimal kamayadi. Ya'ni bola o'sha tushunadi ota-onasi bilan ikkalasi o'rnatilgan muloqot. Ayrim ota-onalar hattoki bolasini eshitishni bilmaydi, tushunishni bilmaydi, u nima xohlayotganini bilmaydi. Bunday bolalarda yig'i ko'proq bo'ladi, uzoqroq vaqt kuzatiladi. Bu chaqaloqlik davridagi yig'i haqida aytadigan bo'lsak, bu sutkada maksimal 3 soatgacha bo'lishi mumkin. Lekin bu degani 4 soat yig'layotgan bola kasal degani emas, yoki 2 soat yig'layotgan bola kam yig'layapti degani emas.
bu har bir bolada individual, biz o'rtacha hisobni olamiz. Keyin yana bolalarda besabab yig'lash, bu hali oxirigacha o'rganilmagan, bola nima uchun yig'lashi. Yig'lash turi ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, bolalarda eng ko'p uchrashi yig'lash sababi hozirgi kunda ichaklarni sanchig'i deymiz, kolika, ichak kolikasi deymiz. Ya'ni bizda hazm qilish sistemasi doim bilamizki, tepadan pastga harakatlanadi, ya'ni og'izdan pastga qarab yuradi. Bolada ham xuddi ichak ham xuddi shunaqa tepadan pastga harakatlanadi. Bolalarda hali bu oxirigacha takomillashmagan. Ya'ni harakat gohida yarmi pastga, yarmi tepaga harakatlanib ketib qoladi va ichaklar bir-biriga ta'sirlanishi natijasida ichak sanchig'i yuzaga keladi. Bola yig'laydi, bu ochilib ketadi. Bo'ldi, bola jim bo'ladi. Bu o'sha bo'ldi, hech qanaqa kasallik ham emas, hech narsa ham emas. Ichaklar peristaltikasi to'g'ri shakllanmagan. Masalan, yoki boya aytganimizda yangi tug'ilgan vaqti ko'p narsa o'rganish kerak, bola hazm qilishni o'rganish kerak, nafas olishni o'rganish kerak deydigan o'sha paytdagi noqulayliklar sababli ham yig'laydi. Bu yig'lash haftada o'rtacha 2 kunlarda ayniqsa yig'lash kuzatiladi. Bu paytda biz bolani toza havoga olib chiqamiz, issiqxona qilamiz, onani bag'riga beramiz. Bo'ldi. Bunda hech qanday dori preparat, panika yoki doktor olib chopish keragi yo'q. Bola yig'laydi. Xuddiki men bu holatda toksikozga o'xshataman. Masalan, homiladorlarda toksikoz kuzatiladi. Hamma ayolda toksikoz bo'ladi. Kimdadir yengilroq, biror marta qayd qilmaydi. Qaysidir homilador ayollarda 9 oy toksikozdan qiynalishadi, to'g'rimi? Bolalarda ham xuddi shunaqa. Yig'i ayrim bolalarda yengil o'tadi. Yoki kolikasi ham, shu besabab yig'isi ham yengil o'tadi, ko'p yig'lamaydi. Ayrim bolalar shu chirqiraydi. Bu degani, bu chirqiragani nosog'lom, bu yig'lamagani sog'lom degani emas. Bu shunaqa tabiatga ega. Vaqt o'tishi bilan bu yig'lar o'z-o'zidan qoladi. Qachonki tekshirilganda hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa, chunki og'riqda ham bola yig'lashi mumkin. Biz faqat fiziologik holatlar haqida gaplashdik. Bola yig'isiga sabab bo'ladigan bir ensiklopediya kasalliklar ham bor-da. Og'riqdan yig'layotganini qanday bilsak bo'ladi? Qanaqa belgilar bor? Mana sutkada 3 soat degan, 3 soatdan tashqari yig'lash yoki tepada fiziologik holatlarni sanadik. Misol uchun tagi toza, emish bor, hammasi joyida, lekin bola keragidan ortiq yig'layapti. Yoki bolada isitma kuzatilyapti, bola holsizlanyapti, emishdan bosh tortyapti. Shular bilan birgalikda bo'ladigan bo'lsa, bunda o'zi biza kasalliklar haqida o'ylashimiz kerak. Shifokorga borishimiz kerak. Demak, boya aytganimizdek, bola nisbatan holsizlandi. Emishdan bosh tortdi. Emishgachada yarab qolmayapti, yaramayapti. Bunaqa paytlarda. Keyin yig'ini turi ham bor. Masalan, bola yig'layapti, oyoqchalarini qorniga tortib, chinqirib yig'layapti, qizarib ketyapti. Bu ko'proq bizda hazm qilish yetishmovchiliklari bolada yoki fermentopatiyalar bo'lishi mumkin. O'sha vaqtlarda bola chinqirib birdaniga uxlab yotgan holatda chinqirib oyoqlarini tortib yig'layapti. Bu paytda biz albatta pediatrga murojaat qilishimiz kerak. Yoki bolani yig'isi juda sayoz, ingraganga o'xshab yig'laydi. Bunaqa paytda biz albatta vrachga murojaat qilishimiz kerak. Yokida monoton yig'laydi. Bir xil sekundda takrorlanadigan yig'i. Bu ham ahamiyatga ega bo'ladi. Bunaqa yig'ida ham biz vrachga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari yig'idan boshqa belgilar. Hozir ancha onalar tibbiy bilimi nisbatan yaxshilanyapti. Meteorizm nima ekanligi, qorindan bo'lishi nima ekanligi haqida yetarlicha informatsiyaga ega. Demak, qorindan bo'lyapti, ichi kelish yo'q, ichi kelmayapti. Masalan, bir haftadan oshib ketdi, bolani hali ham ichi kelmadi, yoki ich kelishidagi o'zgarishlar yoki peshobdagi o'zgarishlar, qo'shimcha yig'idan boshqa o'zgarishlar bilan bo'lsa, albatta vrachga murojaat qilish kerak. Holsizlik, rang oqarishi bizda bu ayniqsa tezkor vrachga murojaat qiladigan holatlar hisoblanadi. Bolalar salomatligi bo'yicha qo'shimcha savollaringizni izohlarda qoldiring. Biz albatta ularga kelgusi videolarda javob qaytaramiz.